Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi derazamiz 2 dona naqshli derazani ko'rsatamiz. O'rtasida 2 qavatli oynaning o'rtasida mana bu nikel qo'yilgan, qo'l mehnati. Xo'p, pashaxonasi bor, ichkarida podogonnigi bor. O'rtadan bitta ochilishli. Narxi 2 million so'mdan chiqqan bu derazani. Shunga yarasha mehnat qilingan. 1 million 400 mingdan chiqadigan, 1 million 200 mingdan chiqadigan derazalar ham bor. Xo'p, firmasi Ekapen firmanikidan bo'lgan bu alyumin Aldex seriyadagi. Ichkaridagi holatini ichkarisidan ko'rsatamiz buni. Xo'p, ichkaridagi holati bitta ochilishli spalnetli qo'yilgan. Bunga oddiy delfindan qo'yilmagan, ruchkalari ham quyma ruchka. Xo'p, bu plastmassa podogonnik qo'yilgan. Xo'p, o'sha pashaxonasi qo'yilgan bunga. Tashqarida aytganimizdek, pasha o'tmaydi. Ile o'zini ishlashi ham juda moshni mahkam narsa. Narxini yana qaytarib aytyapman. 2 million so'm chiqqanining sababi bunga ketgan mehnat ancha ko'proq. Naqshlari bor, oynasi 2 qavatli oyna, podogonnigi bor, pashaxonasi bor. O'shani hisobiga narx ko'p qimmatroq chiqqan. Lekin arzon chiqadigan holati ham bor. 1 million 300 mingdan, 1 million 200 mingdan chiqadigan holati, 1 million 400 mingdan chiqadigan holati ham bor. O'shanga o'ylab qolmanglarki, narxi juda qimmat deb o'ylab qolmanglar, chunki mehnati ham, rasxoti ham, o'ziga ketgan narsalari ham o'shanga yarasha bo'lgan. Shu 2 dona derazani ko'rsatmoqchi edik. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.